bir gram ham narxni fahmay olmaydigan realtor bolalar, yosh bolalar. Men birontalaringizga nimam yo'q, adovatim yo'q sizlarni. Uyni borib reklama qilyapsizlar. Sal bo'lsa ham kattalaringizdan, sal bo'lsa ham bironta adsenchikni olib borib, mana shu hovlini reklama qilmoqchiman. Nech pulga arziydi deb bir og'iz so'ranglar. U uy egasi tabiiy qancha qimmat sotsa, u uchun yaxshidir. Lekin sizlar 2% olaman deb 3 sotixlik yerni 160 ming desa agar, borib 160 mingga video qo'yapsizlar. U hovli buzib taylaydigan hovli. Bir sotig'ini qarib 60 ming 50 necha pul qo'yapsizlar-da. Bir sotiq yer do'l, daroga, pad biznes bo'ladigan joy emas, mahallaning ichiga. U yo'lni usti bo'lsa, men uni tushunaman, 100 ming desa ham arziydi. Yo 2% pul olamiz deb og'ziga siqqan pulni u egasi aytsa, bular ham og'ziga siqqanicha narxni qo'yapti-da. Bunaqa bo'lmaydi. Salgina kattalar bilan maslahatlashib, adsenchikni olib borib, narxini belgilab, keyin video chiqaradi-da, baraka topib. Borib men video olaman desam, bunday qarayapman 85 ming, maksimum 90 mingga arziydi bu hovli desam, yo'q, buni realtor bolalar kelib 160 mingga ketadi dedi. U buyingni qanaqasiga ketadi u 160 mingga?